Aleyküm selam. Rahmet. Allah hemimizden razı olsun. Cümleden halkımızı doğru yolga hidayet kılsın köpçülükni. Hemimizni. Doğrunun üstüde kılsın Allah. Hem de cemi şermendilikle destixanın üstüge çıkıp oldu da. Mesela Rabbi Han'ın vaxtida mı nemi oldu eşede? Hele ki kişilik hukuk kanunu 10 yıl bastırılıp kalan kanunu nemi dedi eşede? Halk hemiz anladı şunu. Özü ağızdı bilen degan gap şu. O'ylab baqayli qarindoshlar hammanglar mushunchalar rasvochiliklar tursa Nuriyat olim seyitib qiptiki men inglizcha bilmaydim. Shuning uchun nima qiptikan palonchi qiptikan po'kinchi qiptikan deb nomus qilmay yo'q qildi. Uni Solih Xudoyga akirib, uni ovozga qo'yib, uni hal qildi, bitkazdi. Mehmet To'xtaning nima qilayotgani, Dolqin Aysoning nima qilayotgani, Erkin Olibtekinning nima qilayotgani hamma sharmandaliklar jimi narsa o'ttirga echilib sisib ketdi. Ha? Ochlinchilar, rasvochiliklarni xalq ko'rib turyapti bo'lmasa, yana asholan qo'g'daymiz deb jur'atgan insonlarni nima desak bo'lar endi? Oshunchilar nahaqchilikni, oshunchilar rasvochilikni ko'rib turib, yana ashuning keyin ketib qolgan qarindoshlarimiz nima desak bo'lar? Biz özümüz qanday ıslah qilmaydigan qanday millat biz. Biz odam bo'lgankanmiz, aql, Alloh aql, idrak berganka bizga nimishki o'zimiz ıslah qilolmaymiz biz. Bu ıslah degan har qanday yer bo'ladigan ish bu. Bu ıslah qilmagan bir nimaning kaynidan mangiyversa bu ichidan sesib ketgan bir. Hey Allah, hammamizni Allah to'g'rini ustida qilsin, qarindoshlar. Bu haqda sal tirishmasak, sal bir chiqib yurakli kaldı bir o'zimizning fikrini, qarashlarini qo'ymasak, mo'shu bitim ketaveradigan bo'lsak, holimizga voy qarindoshlar, holimizga voy. Mo'shunchalar rasvo, mo'shunchalar josusliklar butun dunyoga e'lon bo'lib ketgan, oshkor bo'lib ketgan guli chiqib yana namoz qilmaymish to'plarda so'zlab yursa, nima deymiz endi buni? Bu go'ylar hozir shunday ishlarni taraf-taraflarga qo'yibdi. Muşunda bir iş bolsa çıksılam, aşı işlerini taraftan dünyanın hamma yerinde, o'sha Avropa bilan bütün dünyanın hamma yerinde bağlaqlıq işleri var. Çataq çıksa qo'yuyor hemen aşındaq. Adam tanıtıp oynaydı bu göylardan diken. Bunun xatim vermesek bulmaydı, bunun bilan hesaplaşmasak mı bulmaydı? Köpçülük bu her qaysimizin davası bu. Bundaq setip yese, bundaq yeydigan bolsa yeter hem de köpçülük. Elimi tüge ahırkı basışık kep kaldık ko tügdük. Mana 20 yıl bir inzidaylık petip kalgan bir latqa qilib kirib kalgan bir harulava çıkmaydigan. Naq şu. Endi bir adam çıkıp bir iş qilsa, ayaqdan çıkıp, mama ayaqdan çıkıp, şundaq yo'qolan fatvalarni berib, ma guylarni ko'rdinglarmi? Allah bizni to'g'ri hidoyat qilsin. Ko'pchilik buningga qilsa xalq o'zini ko'rsatib qo'yish kerak. Xalq bor bu yerda, ma xalqda bosh bor. Ma deydigan gap. Bu gap qilmay jimjit yotaversak, buni qilaverdik qilqini. Bundaq usxoni yo'q lo'qmini kimning tashlab etkisi keldi? Bunu yillardan beri yavatdi uni xalqning qon jiring badiliga kelgan. Shu necha million shu jasadlari pul setilib ketgan, ishga a'zolar setilib ketgan shu Uyg'urning badiliga kelgan shu narsani yavatdi. U yoqqa aldabmi yavatdi, bu yoqqa aldabmi yavatdi, yolg'ondan. Yeter hammani ko'rib bo'ldik-ku, xalq hammani bildi. Mo'shunchalar rasvochiliklar dasturxonning ustida turibdi yeyilib. Yana endi mo'shuning kaynidan mangadigan bo'lsak, yana mo'shuni qo'llaydigan bo'lsak, biz odam bo'lmaymiz u chaqda.